Assalomu alaykum. 2026-yil 20-fevral tongida mana biz hozir Xivadamiz. Mana o'sha aytib o'tganimizdek, biz tavsiyalarimizga e'tibor bergan holatida mana eshiklari lang ochiq, temperatura bo'lsa shu 4-5 gradus issiq bo'lsa kerak. Mana hozir issiqxonaning ichini ko'ramiz. Mana limonlarga shakl berish ishlari bo'yicha kelganmiz. Aytmoqchi bo'lganimizki, mana shu eshigini o'zi ochib qo'yilgan bo'lsa, masalan, anchagina nafas oladi. Mana shu limonlarimiz mana yanglishmasam 4-yil, mana holati juda yaxshi. Holati juda yaxshi mana. Chunki qarov yaxshi, tavsiyalarni o'z vaqtida bajarib borishadi. Shu bilan birgalikda kerak bo'lganida yoqilg'i yoqib o'z vaqtida o'sha ko'mirni ham ayashmaydi, chunki agar o'sha 1-2 kecha deb yoqilg'ini ayaganda sovurib ketadi. Shu bilan birgalikda aytib o'tishimiz kerakki, mana hatto o'sha 3-qavat plyonka olingan, mana 2-qavat plyonkalari ochiq. Chunki o'sha havo olishi kerak. Masalan, tashqari 5-6 gradus bo'lganda, bilasizlar, ichkari 10 gradus bo'ladi. 2-3 gradus plyonka o'zini temperaturasini berib turadi. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganimizki, imkoni bo'lsa daraxtni vaqtida o'g'itlab o'stirib olish kerak. Ko'p joylarga boramiz, 5 yashar daraxtingiz odamni yelkasidan ham past keladi. Mana tomida fortishkalar ochiq. Mana fortishkalari to'liq ochiq. Daraxtlar esa mana chiroyli qilib o'sha mevaga o'tirgan. Mevaga o'tirganini qayerdan bilamiz? Mana shu mana birozgina dimiqqani bilinib turibdi. Issiqxonani shu vaqtida, demak, o'sha 3-qavatni olish kerak bo'lganda biroz kechikib olingan. Mana shunaqa gaplar. Chunki o'sha aytib o'tganimizdek, ekinni vaqtida biz tanaga qo'yib yuborib yaxshi o'stirsak, erkak novda deyarli chiqmaydi. Mana buni isboti. Mana ko'p joylarga boramiz, erkak novdalar chiqib daraxtni to'liq egallagan bo'ladi. Mana o'shani o'rniga bunga ona novda shakllanib bo'lgan. Faqatgina o'sha bu dehqonimiz ham biroz dimlaganga o'xshaydi.